Hadislardagi quyoshning arishning ostiga berib Allohga sajda qilishi. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam kun o'ltirgan chaqda mendan kunning qayerga kirib ketadiganligini bilamsan deb so'rab edi. Men buni Alloh va uning elchisi obdan biladi desam, Rasululloh undaq bo'lsa bilginki, quyosh manga arishning ostiga berib Allohga sajda qiladi. Andan mashriqdan chiqishga ijozat so'raydi. Uningga ijozat beriladi. Sajda qilsa qabul qilinmay qolishqa, ijozat so'rasa ijozat berilmay qolishqa tas qoladi. İcazət verilməsə onunğa kelgan yo'ling bilan qayt deyiladi. Shuning bilan u patadigan yeridan chiqadi. Mana bu Allohning quyosh qarorgohiga qarab sayr qiladi. Bu izzat egisi hammani bilguchi Allohning belgilashidir degan bu so'zida bayon qilingandir, dedi. Sahihayndan. Bu hadisning mazmuniga Shayx Rashid Rizo qatorliq ba'zilar yangi ilm-fan taraqqiyotidan va ko'z bilan ko'rinishidan ma'lum bo'lishicha, kun bir joyga nisbatan passa, yana bir joyga chiqadi. Hadisda kelganidek boshqa yerga yo'qab ketmaydi. Yo'qab ketadi deyish ilm-fanga va ko'z bilan ko'ringaniga zid keladi. Yana kunning aql idroki bo'lmasa, qandaqmi aql idrokli maxluqqa o'xshash sajda qilsin deb e'tiroz bildirgan va buning bilan hadisni rad qilmoqchi bo'lgan. Ularga beriladigan javob shuki, qachonki hadisning g'aybi va metafizikalik tarafi ilmiy usulda keskin isbotlansa, andin hadisni ilm-fanga va ko'z bilan ko'ringaniga zid keladi degili bo'ladi. Albuki hadisning bu tarafini ilm-fan kesib inkor qilmagan bo'lg'achqa zidlik bo'lmaydi. Chunki ko'z va tuyg'u a'zolari g'aybiy tarafni ko'rolmagan bo'lg'achqa ilm-fan bu vaqtda kesilmaydi. Natijada zid keladi deyish to'g'ri bo'lmaydi. Qaraydigan bo'lsak, hadis bizga g'ayb bo'lgan arishning haqiqati, kunning harakatining haqiqati va kunning arish ostida sajdaga berish qatorliq 3 haqiqatni o'z ichiga olgan bo'lib, aql uni rad qilish u yoqda tursin, uning haqiqiy mohiyatini bilolmaydi. Arishning haqiqiy mohiyatini faqat yaratquchisi Alloh taolo o'zi biladi. Aql faqatla Qur'on va hadisda keltirilgan intayin yo'g'on va ig'ir degandek arishning sifatlarini tushunishga tirishadi. Bu sifatlarning bir qismi hadislarda bayon qilingan bo'lsa-mu, uning haqiqiy mohiyatini aqlning keskin holda tushunib yetishi muhaldir. Kunning harakatining haqiqatini keskin holda tushunib yetishi o'xshashli muhal. Chunki bu mushu quyosh sistemasidan butunlay ayrilib, uning sirtida turib ko'zitishni talab qiladi. Inson buni qandoqmi qila olasin? Biz yuqorqi ikki haqiqatning mohiyatini kesib bilolmaganlikdan kunning arish ostida sajdaga berishi bizga noma'lum bo'ladi. Va bu haqiqatlarni jazmlashtirib to'liq tushunishning yo'qligi uning borlig'ini rad qila olmaydi. Chunki o'zi bor narsani uning borlig'ini bilmaydiganlarning bilimsizligi nafiy qila olmaydi. Hadisni rad qilguvchilar sajda qilishga berish uchun quyoshning butun zimin ahlidan g'oyib bo'lishini shart qilib olgan. Albuki Nabiy sallallohu alayhi vasallam quyoshning petishini berish bilan ifodalagan. Berishdan uning ba'zilarining ko'zdan g'oyib bo'lishdek harakati, ya'ni nisbiy g'oyib bo'lish maqsad qilindi. Hargizmi butun zimin ahlining ko'zdan g'oyib bo'lish maqsad qilinmaydi. Demak, hadisdagi g'oyib bo'lish va yetish sayr qilib harakat qilishni ko'zda tutadi. Chunki quyoshning muqim patadigan joyi yo'q. Quyosh arishning ostida sayr qilib, arishning ma'lum bir tarafiga o'dillashganida sajdaga berish vujudga chiqadi. Biz uning tafsilotini bilolmaymiz. Shundaqla bu sajda vujudga chiqadigan vaqtni bilmaymiz. Bu sajdaga berishdan uning sayrining to'xtab qolish kerak emas. Demak, sajdaga berishi uni sayr qilishdan va orbitida aylanishdan to'sib qila olmaydi. Natijada bu jihatdan zidlik yo'q. Amaliyotda hadisga e'tiroz bildiruvchilarning kallasidagi zidlik quyoshning sajda qilishi insonning sajda qilishiga o'xshash degandan iborat xato muqaddimiga tayangan. Haqiqat shuki, quyoshning sajda qilishi va ijozat so'rashi biz haqiqiy mohiyatini bilmaydigan g'aybiy ishlar jumlasidandir. Biz atrofimizdagi dal-daraxt, tosh va jalliqlarning sajda qilishining va tasbih aytishining mohiyatini bilmaydigan tursak, bizdan intayin uzoqda bo'lgan quyoshnikini qandoq bilamiz? Shunga kunning aql idroki bo'lmasa, qandoqmi aql idrokli maxluqqa o'xshash sajda qilsin degan e'tirozning javobi shuki, ya naqldan ya aqliy jihatdan quyoshning sajda qila oladigan va ijozat so'ray oladigan darajada aql idroki ega bo'lishini rad qiladigan biror paket yo'q. Bütün cansız narsalarning, shundaqla aqlsiz hayvonlarning o'ziga yarasha aql idroki borligi, tasbih aytishi va sajda qilishi Qur'ondagi dalillar isbotlagan bir haqiqatdir. Bularning sajdasi cho'qim biz insonlarnikiga o'xshash bo'lishi kerak emas, balki Parvardigoriga o'z holiga munosib bo'ysunishdir. Ilm-fan faqatla tajribaga bo'ysundirgan bo'ladigan shaylarning mohiyatini bilalaydi.
u taqa bu masalani tajriba qilish pallasiga yetmagan tursa, biz haqiqiy mohiyatini taqa bilolmagan quyoshning sajda qilishini qandaqmi ilm-fanga zid deb turib olaymiz. İmam Xattabi buni aqlga muvofiq holda mundaq ifodalagan. Quyoshning arishning ostida biz ko'rmaydigan tariqada barqaror bo'lishi inkor qilinmaydi. Chunki u g'aybiy xabar bo'lib, biz uni yolg'on deya olmaymiz. Uning kayfiyatini bekitolmaymiz. Bizning bilimimiz uningga yetmaydi. U yana deydiki, hadisda quyoshning arishning ostida sajdaga bordiganligi xabar berilgan bo'lib, sajda qilishning uning sayr qilayotganda arishning uduliga kelganda vujudga chiqishi inkor qilinmaydi. Yana uning arishning ostida sajdaga berishi uning sayr qilishiga va uningdan boshqa o'rinlashtirilgan ishlarga yuzlanishiga to'salg'u bo'lolmaydi. Doktor Abdul Aziz Rahmatullah, Sarjiya Islom tadqiqot markazi.